Qayerga ketdi so'z? Qayerga ketdi sharaf? Qayerga ketdi qadr-qimmat? Hozir har ikkinchi odam faqat so'zda qahramon. Va'da berdi, bajarmadi. Gapirdi, unutdi. Xiyonat qildi va hech narsa bo'lmagandek yashab yuribdi. Bu odatiy holga aylanib qoldi. Odamlar hurmatni yo'qotishdan qo'rqmaydi, chunki o'zlari ham uni qadrlamaydi. Bugun javobgarlik olishdan ko'ra qochib ketish osonroq, yolg'on gapirish osonroq, hech narsa bo'lmagandek ko'rsatish osonroq. Sharaf bu hech kim ko'rmayotgan paytda ham to'g'ri ish qilishdir. Qadr-qimmat bu seni provokatsiya qilishsa ham pastga tushmaslikdir. Lekin buning uchun xarakter kerak. Har kimda ham u yo'q. Shuning uchun atrofda shovqin ko'p, ammo haqiqiy insonlar kam. Yodda tut, seni sinashadi, sindirishadi, provokatsiya qilishadi. Va aynan shu paytda hammasi hal bo'ladi. Sen aslida kimsan? Yoki sen inson bo'lib qolasan, yoki oddiy olomondan yana biriga aylanasan.